Bektemir atrofidan kottej sulagan okalar 2 sotuvli kottejimizni sotuvga chiqyapti. Под ключ variantida sizlarga ko'cha tarafidan tushuntirib beradigan bo'lsam, bu yoq tarafimizda Food City yo'li bo'ladi. 200-300 metr kirib kelasizlar, mana shu kottejimizni sotuvga chiqyapti. Bu yoq tarafimizda zеленая zona. Bu yoq tarafga bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Endi sizlarga ichkari tarafidan bitta ko'rsatib beradigan bo'lsam, uyimizga kirib kelamiz, bitta mashina uchun joy. Bu yoqda umumiy sanuzelimiz letniy variantida joylashgan bo'ladi. Bu yog'imizda zеленая zona, oshxonamizni tegini celый podval qilib qo'yilgan. Hamma shart-sharoitlari bilan qilib qo'yilgan okalar. Kelasizlar, kiyiminglarni olib kelsanglar bo'ldi. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan bitta ko'rsatib beradigan bo'lsam, uyimizga kirib kelamiz okalar. Uzun koridorimiz joylashgan bo'ladi. Umumiy 4 xona, bitta oshxonasi bilan qilib qo'yilgan. Kelamiz, chap qo'limizda oshxonamiz joylashgan bo'ladi. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar. Panoramli oynalarni qilib qo'yilgan. Havo aylanish uchun juda ham zo'r variantda. Koridorimizni celый podval qilib qo'yilgan. Yonginasida bitta zalimiz joylashgan bo'ladi. Bu ham polniy panoramli variantda bo'ladi. Hamma shart-sharoitlari qilingan. Bu yog'imizda detskiyimiz joylashgan bo'lsa, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar. Hamma shart-sharoitlari bor. Bu yog'imizda yana bitta detskiyimiz joylashgan bo'ladi. O'zini sanuzel qismi bilan birga. Sanuzelimizni ham ko'rib o'tishinglar mumkin. Hamma shart-sharoitlari qilingan. Sanuzellarimiz 100% tepli pol qilingan. Hamma qulayliklari bilan qilib qo'yilgan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosiz. Bu yoq qismimizda olib kelib, взрослый spalniy variantda foydalanishga juda ham ajoyib bo'ladi. O'zini radiatorlari bilan birga. Bu yoqda bemalol havo aylanish uchun joylarni qilib qo'yilgan. Endi umumiy sanuzelni ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar. Umumiy sanuzelimizda hamma shart-sharoitlari bilan qilib qo'yilgan. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni sizlarga 110 ming dollarga beraveramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid, nima desanglar 200-300 metr masofada joylashgan bo'ladi. Hamma qulayliklari bilan qilib qo'yilgan okalar. O'zingizlar kelasizlar, kiyiminglarni olib kelsanglar bo'ladi. Hamma qulayliklari bor, под ключ variantda qilingan xonadonimizni sizlarga 110 ming dollarga beraveramiz. Tezda bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Kottej izlayotgan okalarga tezda bu videoni jo'natamiz.